Assalomu alaykum bolalar. Bugungi videoda biz mana shu orqamdagi daraxtdan uy quramiz. Bizning video boshlanmasdan oldin like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Sizlarga men zo'r kanal ko'rsataman. Videoning oxirida shu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. U juda ham kuchli zo'r kanal. Ya'ni ukamning kanali. Ukam ham video oladi. Qani bo'lsam ko'p cho'zmay videoni boshladik. Daraxt qo'yganman bu yerga. Endi mana bundaylardan qo'yishim kerak. Men har doim o'zi bolalar kimdir bilan bir qo'shib o'ynashni yoqtiraman. Lekin odam bo'lmay qoladi. Odam bo'lmagani esa menga yoqmaydi. Shuning uchun zerikib videoni kam qilib joylayman. Narvonlarni qo'yamiz. Bolalar, ertaga juda ham muhim kun bor. Siz u muhim kunni umuman o'tkazib yubormang. Ya'ni bu muhim kun qanaqa Real O'zbekiston va Portugaliya o'ynaydi. Siz qaysi biriga bolotlik qilasiz? Shaxsan o'zim O'zbekistonga bolotlik qilaman. Sizlar Ronaldoni yaxshi ko'rasizmi yoki Messini? Uni ham kommentariyada kutaman. Buni olamiz. Buni qayerga qo'ysam ekan do'stlar? Bu yerga qo'yaylik. Yo, qo'rqinchli joy. Yo, mayli, mana shu yerga qo'yaman. Ikkitalik mayli. Hamma narsani ko'p bo'lmaydi bolalar. Bu yer boshqalar bo'ladi. Yo, buni emas. Yo, anvil emas. Buni bu yerga. Buni bu yerga. Bu yerga esa yana verstakni ko'p bo'lmaydi bolalar. Menga maslahat verstakni ko'p qilinglar. Birinchi oshxonani qurishdan boshlaymiz. Keyin nima qursam ekan? Mana bo'pti o'zi. Qo'y bo'lmaydi bu yerga. Mayli, nechun? Qo'y bo'ladimi? Nima bo'ladi? Mana shu. Mana. Endi biz kitobchavonni olib choq yuzdo'yib. Zo'r chiqyapti do'stlar. Yomon zo'r chiqyapti. Bu yerga yaxshiroq bo'lishi uchun biz nimani qo'yamiz?
Albatta anılarını joylashtiramiz. Ko'pgina bizda yo'q narsalarni ham bu yerga joylashtirsak juda chiroyli ko'rinadi. Buni ustiga esa tort, yana tort, yana tort. Bundan qo'yamiz. Mana, 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 mana. Buni olib tashlasak ham bo'lar ekan. Juda xato qilyapman. Mana, mana. Ideal turdi vallahi, ideal. Buni olib, buni sindirib, bu yerga qo'ygan bo'laman. Endi zo'r chiqdi vallahi. Yanada yorqinroq ko'rsatish uchun mana ikkita sandiq qo'yamiz. Bu yerga ham sandiqlar mana bu yerga. Bu yerni menimcha nima qilishimni hamma bilsa kerak. Juda ham ko'p kishi biladi. Bu yerga nima qilishimni. Mana. 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 Do'stlar, sizlarga qanday ovqatlar yoqadi? Buni ham kommentariyada kutib turaman. Kutaman hozir. Shunaqa qilasizlarmi bo'ldi? Ana. Buni chiroyli qilsak, hammaga yoqadi. Juda mayda bo'lib qoldi-yu. Juda mayda bo'lib qoldi. Do'stlar, sizlarga hozir men tanish bo'lgan juda zo'r narsani ko'rsataman. Faqat buni bu yerga o'rnatmaslik kerak. Bu sandiqlarni olib tashlaymiz. Ozgina mana bulardan qo'shamiz. Mana. Sig'maydi bu. Mayli. Necha bo'laveradi. Qo'yib bo'lmaydi bu. Faqat mana bundalarga qo'yib bo'lar ekanda. Nima qo'yamiz? Mayli bo'laveradi. Mana bu yerga mana narsa bo'ldi bolalar. Sizlar bilsanglar kerak. O'tiramiz.
yana qilamiz bitta. Mana zo'r chiqdi. Просто endi buni bu yerga çok tezda olur. Qo'yib bo'lmaydi. Mana necha mana bunday qilib o'tiradi. Mana zo'r chiqdi. Yomg'ir yog'adi desalar, yomg'ir yog'sa mana bu yerga o'tirib olaman. Yog'maydi. Mana barglarni ham zo'r. Agar yomg'ir yog'sa, mana to'g'rimikan bu? Mana bu to'g'ri ekan. Uni o'ndiramiz va mana bu yerdan qo'yib boshlaymiz. Bizning taomimizning bir qismi tugadi. Qolgan qismlariga o'tamiz. Menda yana bitta kanal bor do'stlar. Mana shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki u kanalda men Roblox va Minecraftdagi uy qurish videolarini chiqarib boraman. Endi allaqachon bu kanalda allaqachon 47 tami 46 ta videolar bor. Obunachim mana shuncha. Shuncha joyini qilib mana shunchasi qolib ketgan. Qo'lim qiyshiqdi o'zim. Yerini qilsam bo'ldi. Uy tappa tayyor. Ya'ni uy emas, daraxtdagi uy. Agar nimadirlar qo'shilsa, bu Minecraftda ham qilsam bo'ladi endi narsalar. Mana olma. Bunday. Bunday. Endi asosiy narsa. Port. Mana zo'r chiqdi. Bugungi video shu yerda tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, obuna va kommentariy yozib qo'yinglar. Qani bo'lsam xayr.